sparingni kuchaytiryapman-da. Men quloq qarab, bizniki ham quloq singanda. Samanda Ha. quloq singan bir taraf. Bir taraf sinmay qoldi. Nima uchun bunday? Uni uni o'zim sindiraman. Sindirganimdan keyin yaxshi bola bo'lasan, Taysonjon bo'lasan. Ey, masalan sport zalda masalan nima desam bo'ladi? Ko'p odamlar masalan hayron qoldi-da, ruslar hayratda qoldim-da. Ruslar, dagestonliklar, Chechen, dagestonliklar hayron qoldi-da. Men bitta narsamga hayron qoldim. Tan berdim. Tayson dedi, bizlar dedi, 2 yildan beri dedi, mana shu zalga kelib dedi, qulog'imiz dedi, sinmagan dedi-da. Sening dedi, haqiqatdan dedi, disiplina dedi, mana dedi, nima edi, joydaricha dedi, kuching ko'p ekan dedi. Kuching ko'pligidan dedi, kuchli bosim qilaverardim-da. Men bilan bundayroq ushlashda men davay dedim, davay dedim. Ya'ni chista ishlash derdim-da. Kuchli sparinglar o'tkazaveraydik-da. Shpet chechinlar hayron qolgan, dagestonliklar menga. Yomon kuching ko'p ekan dedi. O'shanga dedi, qilag'ing dedi, tez sinibdi dedi-da, bosimga. Kuchli urardim-da o'zimda. Tizzaga tegib ketardi. Tirsakka tegib ketardi. O'sha payt keyin o'zi 3 oyda sindirdim-da, 3 oyda o'zi sinib qolay ekanda. Bosim qilaversa. Shunday ya. Hayron qolibdi o'sha payt hammasi tan bergan. Men kichkina vaqtimda bizda urishadigan itlar bor edi-da. Aha. O'shalarni kichkina kuchugi meni qulog'imni tishlab olganda mana. Ha, bir o'zi shiyat teshik ekanda. Baynağı bir xillar aytadi, qilangni deydi, bayna temirma bir bala baylab deydi, bir narsani irib sindirgansan deydi-da. Yo'q, menda unaqa emas-da. Ha, Menda unaqa bo'lmagan. Nima, shisha bilanmi? Qanaqa hozir uradi-ku, nima, burab. Ana hozir ana bu shisha bor-da. Shu bir ikki irayqanga, shetib sindirayqan-ku. Ana bunday tutadi, uradi-ku. Aha. Ana shunday tutadi, uradi. Irma amazator kut qilasan. Beraymi buni? Qulog'ingga bunisiga Voy bila, kapga berilib ketdingmi sen ham? Ya, Bu ishing yaxshi emas lekin.